Assalomu alaykum hammaga, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan Muso FX. Boshlangan haftamiz hammamizga omadli, barakotli kelsin. Xo'p, tahlilni boshlashdan oldin The Five First High Stakes va Scale Up mavzusi haqida biroz gapirib o'tib ketmoqchiman, chunki yangi kirganlar ko'proq mana shu haqida so'rashyapti. Yangi akkauntlarda, ya'ni $139, $179 akkauntlarda ham Scale Up mavzusi bor. Ya'ni $100,000 akkaunt bilan boshladingiz, 100,000ni 125,000, 125,000ni 150,000 qilsangiz bo'ladi. Faqat shu 10% qilganingizdan keyin, ya'ni $10,000 chiqardingiz, $10,000 chiqargandan keyin sizni akkauntingiz $100,000 tekinga 125,000 ga, 125,000dan 150,000 ga, 150dan 75 ga, 350,000gacha bor olsangiz $4,000 oylik plus 100% foyda sizga qoladi. Mana shu mavzusini juda ko'pchilik bilmas ekan. Bu dastur haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun men bu o'zimni Muso FX YouTube kanalimda eng tagida bu The Five First Pro kompaniyasi foydali kun, Scale Up qonun qoidalari, keyin men bu yerdagi Pro kompaniyasi to'liq ma'lumot haqida tushuntirib o'tganman. Bemalol mana shu joylardan kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Yangi akkauntlarda foydali kun anaqasi, profitable day qonun qoidasi yo'q. Eski akkauntda saqlanib qolgan, ya'ni $545, $491 akkauntlarda bu qonun qoidalar, profitable day qonun qoidasi bor, lekin hozirgi kundagi arzon chiqqan akkauntlarda qonun qoidasi yo'q. Ya'ni bugun oldingiz, bugunni o'zida o'tib qo'ysangiz bo'ladi, muammosiz. Xo'p, to'liq qonun qoidasini qanaqa qilib 100% gacha foydani olishingiz, qanaqa qilib oylik olishingiz haqidagi tushunchalarni mana shu yerda ko'rsatib o'tganman. Bemalol mana bu birinchi video, mana bu videolardan ikkalasidan bemalol kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, DXYdan boshlayman. DXY ozgina tepaga chiqib, London, keyin обратно sell side'ga qarab hujum qilsa kerak deb o'ylab turibman. Mana bu yerda 4 soatlik FVG bor, 4 soatlik FVGdan pastga qarab qulasa, ozgina chiqishi mumkin 4 soatlik FVGdan, lekin mana shu atroflardan pastga o'zining sell side nuqtasiga, o'zining sell side nuqtasi bu sell side nuqtaga yaqin turibdi. Shu sababli targetimiz ideal va men New Yorkda yoki Londonning tugashiga DXYdan sell, paralleldan buy olgan bo'lardim. Euro USDdan qaytish nuqtasi ikkilamchi bo'lib turibdi-yu, menda GBP USD aniqroq. Ya'ni shu greta 1.38388 nuqtalar atrofiga to'g'ri kelib qoladi. Endi mana shu atroflarni nima qilib olaversanglar bo'ladi. Uni ham target aniq, ya'ni o'zining buy side nuqtasi. Undan keyin men sell qarab ko'rmoqchiman. Kichik ararga, ya'ni 1-2 ko'ramiz. Euro USD ham xuddi shu tema, ya'ni Euro USD ham o'zining buy side'ga ketishi kerak. Lekin men Euro USDdan pastroqqa tushadi deb o'ylamayman. Tushsa shu GBP USD pastroqqa tushib keyin qaytishi mumkin. O'shanda Euro USD bilan SMT bo'lib, birinchi Euro USD adashmasam haydab qo'yish ehtimoli katta. Xo'p, tillalar qaytaruvchi zonalardan o'tib ketib qololmayapti. Bozor ochilishi bilan 4077 zonasidan pastga tushgan. Endi adashmasam men bu 49 hali ham shu 49.51 zonalari deb o'ylab turibman. Buyga haydab yuborish mumkin bo'lgan zonalar. Lekin umumiy trend sellda deb o'ylayapman. Qayergacha sellda desangiz, men aytganman. Men bu nuqtagacha baribir 38.051, 38.049, 3.849, 3.851 nuqtalarigacha baribir sell trend deb o'ylayman. Lekin buy yuradigan bo'lsa, shu yerda 40.49, 40.51 nuqtalaridan buy ketib qolish ehtimoli ham yo'q emas. Uzr. 40.49 deyapman. 40.41, 40.39 nuqtalari. Ming bor uzr. Mana shu nuqtalardan ketib qolish ehtimoli bor buyga. Sellga bo'lsa sal teparoqqa chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Nasdaqda ideal ideya turibdi. Uning uchun
ikkita idea beraman. Birinchisi mana bu hayni olib keyin tushishi. Uning uchun SM500'imiz ham hayda olib bo'lgan, adashmasam. Da, SM500 hayda olib bo'lgan, SMT bo'lib turibdi. Menimcha bu hayda olmasdan mana bu nuqtalardan survaradi-yu deb o'ylayman. Mana bu nuqtalargacha. Agar bunga bormasa, ya'ni tepaga chiqmay, mana bu o'zimiz aytgan mana bu zonalardan pastga qarab ketib qolmasa, ya'ni u yoqqa hozirda o'zi pastga tushib ketib qoladigan bo'lsa, unda tushib mana bu joylargacha ketishi mumkin. Ну, agar mana bu zonani yechadigan bo'lsa, undan keyin sel qarab ko'rishimiz mumkin. Atak hozirda o'zida ham sel pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi. ATM joyidan, ya'ni New York Midnight Opening Price joyidan. Bugungi ideyalarimiz mana shundan iborat edi. Xo'p, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Sizlardan yagona so'raladigan narsa prosta like, komment va maksimal darajada repost qilib turishinglar bu anaqani videolarni, chunki menda motivatsiya sizlardan bo'lishish. O'shanda ikkalamizga ham, ya'ni sizlarga ham, menga ham win-win bo'ladi deb o'ylayman. Hammaga xayrli hafta, omad, charchamanglar, gaplashamiz.